Agar inson alhamdulillah deyotgan paytda mana shu narsalarni his qiladigan bo'lsa, u katta ibodatni qilayotgan bo'ladi. Qancha Allohni inson maqtaydigan bo'lsa, uni darajasi Allohning huzurida ko'tariladi va gunohlari kechiriladi, savoblar yoziladi. Va yana hadisda alhamdulillahi tamlaul mizan, alhamdulillah deyishlik Allohga hamd aytishlik mezonni to'ldiradi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Insonga musibat yetadigan bo'lsa, alhamdulillah deydi. Allohga maqtovlar bo'lsin deydi. Faraz qiling, sizga Allohdan sinov kelyapti. Sizni molingiz talofat ko'ryapti yoki joningiz og'riyapti yoki yuragingiz achishyapti u musibat bilan. Lekin mana shu paytda siz Allohga hamd aytadigan bo'lsangiz, Allohni maqtaydigan bo'lsangiz, bu nimani anglatadi? Shuni anglatadiki, bu musibatni menga Alloh taolo beryapti. Gunohlarimdan poklanib olishim uchun, jannatdagi darajam ko'tarilishim uchun va savob ishlashligim uchun. Mana shu narsani inson anglagandan keyingina Allohga maqtov bo'lsin ekanda. Mana shu eng katta ibodat bo'ladi. Shuning uchun ne'matlarga shukr qilishlik, musibatlarga sabr qilishlik birinchi zarbada bo'lar ekanda. Bir ne'matlarni qoldingiz, yo'q edi u ne'mat sizda. Ana shu paytda meni mehnatim uchun edi bu, meni harakatim uchun degan bo'lsangiz, siz bu paytda shukr qilmadingiz. Birinchi sizdayoq alhamdulillah, Alloh taolo shuni bermaganda bunga erisha olmasdim degan bo'lsangiz, haqiqatan ham Alloh taologa hamd shukr qilayotgan bo'lasiz. Musibatning birinchi zarbasidayoq siz alhamdulillah, Alloh taolo qilyapti buni degan bo'lsangiz, siz haqiqatan ham musibatga sabr qilayotgan bo'lasiz. Ana shu yerda musulmonning qalbi chinakam yoki chinakam emasligi sinaladi. Shuning uchun ham biz aytamizki, alhamdulillahi avvala, Alloh taologa avvaldanoq hamdlar bo'lsin. Valhamdulillahi axira, va oxiridan ham Alloh taologa hamdlar bo'lsin va Alloh taologa maqtovlar bo'lsin, hatto u bizdan rozi bo'lguncha. Va Alloh taologa maqtovlar va shukrlar bo'lsin. Alloh taolo bizdan rozi bo'lgandan keyin ham va Alloh taologa hamisha maqtovlar bo'lsin, chunki u maqtovga mustahiq bo'lgan, haqli bo'lgan, yakka yagona iloh bo'lgan, al-hamid bo'lgan zotdir. Hada vallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.